Assalomu alaykum. Toshkentda bir qizga sizga ko'z tekkanda uning 500 ming so'm pulini aldab firibgarlik qilishdi. Gap shundaki, poytaxt markazida Alisher Navoiy teatri yaqinida notanish ayol yosh qizning oldiga kelib, avvaliga oddiygina 50 ming so'm so'ragan. Ammo keyingi suhbat qiz uchun kutilmaganda 500 ming so'mlik zarar bilan tugagan. Avvaliga ayol qizga go'yoki sizga ko'z tekkan deb aldaydi. Qiz uning gaplariga ishonganidan so'ng esa ayol undan yana pul so'ray boshlagan. Eng qizig'i, pul birdaniga katta miqdorda so'ralmagan. Qiz turli gaplar ta'sirida bosqichma-bosqich pul berib borgan va oxir-oqibat bergan mablag'i 500 ming so'mga yetgan. Bunday holatlarda firibgarlar ko'pincha insonning qo'rquvi, ishonuvchanligi va muammoni tezda hal qilish istagidan foydalanadi. Ko'z tegdi, sizda yomon narsa bor kabi gaplar bilan odamni qo'rqitib, keyin pul talab qilish jiddiy ogohlantirish uchun sabab. Shuning uchun ko'chada notanish kishi shunga o'xshash gaplar bilan sizni suhbatga tortsa, ishonmang va pul bermang. Zarur bo'lsa, xavfsiz joyga o'tiring yoki yaqinlaringizdan yordam so'rang. Ushbu xabarni barcha yaqinlaringizga yuborib ogohlantirib qo'ying. Zero ogohlik davr talabi. Xo'sh, sizningcha bunday firibgarlik usullaridan odamlarni qanday himoya qilish mumkin? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Poytaxtdagi eng dolzarb muhokamalarga sabab bo'layotgan yangiliklarni toshkentliklar 24 kanalda kuzatib boring.